Kraskasi radnoya, xudo xolasa 9,5 ming ozmoz kelishadigan joyi bor aka. Xo'p aka, buni yili nechi? 2014 ha? Eshikni oldida ozgina bor deyishyapti, hurmatli obunachilar. Idealniy holatda balonlarni ham ko'rib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa zo'r holatda turibdi. Aka, endi narxi nech pul deyapmiz? 8 ming ha, kelishamiz ha. 8,5 ming ozgina o'tib beradigan joyi bor. Agar Jamshid o'z kanalidan chiqadigan bo'lsa, nech pul qo'yib beramiz aka? Kelishadigan joyi bor ha. Holatlari idealniy holatda turibdi, faqat buni olish kerak, ishlash kerak aka. Assalomu alaykum hurmatli Jamshid o'z kanali obunachilari, akalar. Men sizlarga pul toparlardan topib qo'ydim. Xo'p akalar, buni ma'lumotlarni endi sekin akamdan so'rab bilib sizlarga ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar, xudo xolasa. Aka, kelingchi, bu yili necha aka buni? 2015-yil. Hech qanaqa urilgan, kesilgan joylari yo'q aka. Xo'p, kraskalar ham radno. Kraskasi radnoya, xudo xolasa. Xo'p, akalar, endi narxi nech pul deyapsiz aka buni? 9,5 ming ozmoz kelishtirib beradi. 9,5 ming ozmoz kelishadigan joyi bor aka. Xo'p, agar Jamshid o'z kanalidan chiqishadigan bo'lsa, nech pul qilib beramiz aka? 9 mingga qadar. 9 mingga. Akalar, endi bir salon holatlarni bir ko'rsatib qo'yamiz sizlarga. Xo'p, akalar, vobshe ideal holatda ekan, mana aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, aka, endi siz bilan qanday bog'lanishadi YouTube'dagilar? Nomerimizni aytib o'taylik. 94li 94li 463 463 0016 0016. Aka, rahmat. Bozoringizga baraka bersin, ketib qolib shekilli. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog' salomat, charchamayapsizmi? Xo'p aka, endi bir ma'lumotlarni berib o'tadigan bo'lsak, misol uchun YouTube'dagilar ko'rib, aloqaga chiqishaveradi. Xo'p aka, buni yili nechi? 2014 ha? Xo'p, yurgan yo'li qancha buni aka? 217 ha. Endi qanaqadir kaltaklari yo'qmi aka bunda? Hammasi radnoy. Kraskasida qanaqadir muammo yo'q ha? Yo'q. Keling aka, bir salon holatlarini bir ko'rsatib o'taylik. Eshikni oldida ozgina bor. Eshikni oldida ozgina bor deyishyapti, hurmatli obunachilar. Xo'p, akalar, mana salon holati ham yaxshi, xudo xolasa olib pul topsa bo'laveradigan. Xo'p, aka, endi siz bilan obunachilarimiz qanday bog'lanishadi aka? Telefon nomeri. Nomerimiz necha aytib o'taylik? 94li 404 6516. Bozoringizga baraka bersin aka. Charchamang. 7 ming narxi. Bo'ldi, akalar, 7 mingga xudo xolasa agar kanalimizdan chiqsalaring kelishilgan holda qilib beraylik. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Xo'p aka, buni yili necha aka buni? 90 aka. 90 ha? Xo'p, qanaqadir kaltak nimalar yo'q aka? Kalta yo'q aka. Singan ya'ni kesilgan joyi yo'q. Idealniy holatda balonlarni ham ko'rib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa zo'r holatda turibdi. Aka, endi narxi nech pul deyapsiz? 8 ming debdi. 8 ming ha, kelishamiz ha. Tushunarli. Xo'p, endi agar Jamshid o'z kanalidan chiqdim deyishadigan bo'lsa, nech pul qo'yib beramiz aka? Bitta ochinchi. Aka, 7,5 atrofida. 7,5 atrofida deyishyapti akalar. Ana, holatlari yaxshi holatda. Salon holati. Endi aka, xo'p, siz bilan qanday bog'lanishadi? Telefon orqali. Nomerimizni aytib o'taylik aka. 95li 218 0085. Akalar, mana bu yerni ham ko'rsatib o'taman. Aloqaga chiqaverasizlar. Idealniy holatda ekan akalar, mana saloni ham zo'r, holatlari ham idealniy. Chiqaverasizlar aloqaga. Xo'p, endi biz navbatdagi avtomobilimizga o'tamiz akalar. Xo'p, akalar, bu yerda mana zil chiqib qoldi. Idealniy holatda. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Aka, endi bu nech pul deyapsiz buni aka narxini? 8,5 ming ozgina. 8,5 ming ozgina o'tib beradigan joyi bor. Agar Jamshid o'z kanalidan chiqadigan bo'lsa, nech pul qilib beramiz aka? Kelishadigan joyi bor ha. Xo'p, akalar, buni bir ma'lumotini berib o'tadigan bo'lsak, aka, buni yili nechi? 83. 83-yil. Xo'p, qanaqadir kesilgan, urilgan joylari bormi yo'qmi aka? Yo'q. Hammasi ya'ni holatda. Akalar, endi salon holatini ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. Buni olib turib pul topsa bo'ldi akalar, mana. Xo'p, mana orqa ko'rinishlari sizlarga.
Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Nomerimizni bir aytib o'taylik aka. 93'lü. 93'li ha. 491 491 0836. 0836. Akalar aloqaga chiqaverasizlar, kelishadigan joy bor. Aynan Jamshidov kanaldan chiqadigan bo'lsalaring. Aka, bozoringizga baraka bersin, charchamang. Xo'p, akalar, mana bu yoqda mana navbatdagi so'zimiz. Buni ham ko'rib, juda o'zimga ma'qul kelib qoldi akalar. Shuning uchun sizlarga ham bir ilindim akalar. Xo'p, bir egasidan bir ma'lumotlarni oladigan bo'lsak, aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yana bir bor, salomatmisiz aka? Charchamayapsizmi? Endi obunachilarimiz uchun bir ko'rsatib o'taylik aka, bir ma'lumotlarni berib o'taylik. Yili qanaqa aka buni? 2016 ha. Xo'p, holatlari idealniy holatda turibdi, faqat buni olish kerak, ishlash kerak aka. Xudo xolasa nech pul qilib beramiz aka? 32 ming kami bor. 32 ming ha. Aha. Agar Jamshidov kanaldan chiqadigan bo'lsa, nech pul qilib beramiz? O't beramiz ha. Xudo xolasa barakali qilib akam qilib berishaveradi. Xo'p, aka endi kesilgan kaltaklari yo'qmi aka bunda? Radmi ha. 2016-yil ishlab turgan o'sha. Akalar balonlari ham mana chiroyli idealniy holatda turibdi. Salonni ham bir ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, bitta ochamiz. Mana akalar ko'rayotgan bo'lsalaring juda ham yaxshi holatda turgan. Faqat olish kerak, pulni qilish kerak akalar, bo'ldi. Endi aytishlaring mumkin, orqalarni ham bir ko'rsatmading-ku deb akalar ko'rsatib o'taman mana sizlarga. Idealniy holatda. Xo'p, endi akalar hozir nomerlarni ham bir sizlarga bilib beraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Aka, endi siz bilan qanday bog'lanishadi? Nomerlarimiz bor aytib o'taylik aka. Nomerlarimiz 33li 222 222 50 ha. Bo'ldi aka. Akalar sizlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishilgan holda chiroyli qilib berishaveradi akam. Charchamanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kanalda yangi bo'lsalaring.